barcha sir-sanoati bilan ko'chadagi slayonli xamirlarni bir chetga chiqarib qo'yadigan eng zo'r konvertli Napoleon xamiri. Kalyahning sifatli saryog'ini pergament ichida shakl berib muzxonaga jo'natamiz. Unga tuz, suvga limonni solib xamir qoramiz. Suv tilingiz kuyadigan darajada yog'dek bo'lsin. Tingan xamirni yoyib, ichiga sariyog'ni joylashtiring. Yoyib, saryog' bormagan chetlarini kesib tashlab, xuddi videodagidek taxlang. Bu ishni har yarim soatda 3 marotaba takrorlang. Videoni eng qaymoqli joyiga yetib keldik. Sut, tuxum sarig'i, shakar, kraxmalni yaxshilab aralashtirib bitta qaynatib o'chiring. Sifatli mahsulotlar ta'mni juda boyitadi. Shu sababdan Kalyahning 33% qaymog'idan foydalandim. Magazin qaymoqlar suyulib ketayotgan bir paytda Kalyahning qaymog'i bilan siz san'at asarlari kashf qilasiz. Kremni muzlatgichga, xamirni pechga jo'natamiz. Men xamirni 2 ga bo'lib pishirdim. Siz oddiy Napoleon uchun xamirni 9 bo'lakka bo'lib pishirish imkoniga egasiz. Baxtning bir musiqasi. Xolodilligingizda 1 stakan sut bo'lsa, hech kim ichmayapti-yu deb qo'shningizga sotib olishga shoshiling. O'sha 1 stakan sutdan hozir shunaqa go'zallik yaratamiz. Sutga tuxum, shakar, dro'je va eritilgan saryog' solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Va oz-ozdan un ilab solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Tayyor xamirimizni ustini yaxshilab strichlab, oshirgani olib qo'yamiz. Xamir oshguncha nachinka tayyorlaymiz. Yong'oq maydalayman deb cho'pperimga qarasam, cho'pperim shu ahvolda. Buni shiqalab o'tirishga umuman vaqtim yo'q. Eng yaxshisi va oson usuli, cho'pper nasatkalarini bitta idishga solib, Germaniya mahsuloti Bavi super очистительdan qo'shib, ustidan qaynoq suv qo'yib yuborsam, masala hal. Bavi reaksiyaga kirishib, hamma kirlarni bittada yo'q qilib yuboradi. Natijasini o'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi. Yengidek bo'ldi. Top-toza bo'lgan cho'pperimizni artib tozalab, ichiga yong'oq, shakar va eritilgan saryog' solib, cho'pperda maydalab olamiz. Endi oshib tayyor bo'lgan xamirimizdan bir xil qilib zuvalachali yasab olamiz. Bir tekis qilib dumaloq qilib yoyib olib, ichiga nachinkamizni solib tekislab chiqamiz. Va shu ko'rinishda o'rab, yaxshilab chetlarini tugib, videoda ko'rsatilgandek qilib yurakcha shaklini chiqarib olamiz. Hammasini listga joylab, ustiga paket yopib, yarim soatga oshirgani qoldiramiz. Oshib tayyor bo'lgan bulochkalarimizga tuxum sarig'ini surib, qizib turgan duxovkaga yuzlari chiroyli bo'lib qizarguncha qoldiramiz. Bulochkalarimiz shunaqa chiroyli bo'lib pishib chiqadi. Mazasiga esa umuman gap bo'lishi mumkin emas. Bu yumshoqqina bulochkalarni albatta tayyorlab ko'ringlar. Bilaman, retsept yoqdi. Endi meni xursand qilib, yurakchani qizartirib qo'ying. Agar sizga Bounty shokolad yoqsa, unda albatta bu mazali Bounty pirojnisini tayyorlab ko'ring. Idishga shakar va tuxum qo'shamiz va shakari erib ketgunicha yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan sut va yog' qo'shib aralashtirib, keyin esa un, kakao, chayni soda, razrihletel qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Tayyor massani qolipga solib, duxovkada 25-30 minut pishirib olamiz. Bu orada kremni boshlaymiz. Shakar, un, vanilin, tuxum va sut qo'shib, venchikda yaxshilab aralashtiramiz va o'rta olovdan baland qilib, gazda krem holatiga kelguncha venchikda tinmasdan aralashtirib turamiz. Gazni o'chirib, saryog' qo'shib yaxshilab aralashtiramiz va kokos qirindisini qo'shamiz. Biskvitimiz pishgach, ustidan kremimizni qo'yib olamiz. Alohida idishga shokoladni ustiga yog' qo'shib eritib olamiz. Xohishga ko'ra bodom yoki yer yong'oq qo'shib, kremi sal qotgan pirogimizni ustiga qo'yamiz va xolodilnikka 4-5 soatga olib qo'yamiz. Yumshoqqina va juda ham mazali Bounty pirojnimiz tayyor. Zavarnoy tayyorlashni faloncha qoidasi bor deb boshingizni ortib o'tirmayman. O'zim bilgan usulni sizga o'rgataman. O'xshab chiqsa siz pazanda ayolsiz, o'xshamasa obod tashlaydi, bahona qilib yuborasiz. Gazga qo'ysa bo'ladigan kastrulkamizga yarim stakan sut, yarim stakan suvni solamiz. 100 gram margarin, 1,5 osh qoshiq shakar va chimdim tuzni solib, yaxshilab eritib aralashtirib turamiz. Massamiz qaynab chiqqandan keyin 5 osh qoshiq to'la unni solamiz va xuddi videoda ko'rsatilgandek qumoqlari ketgunigacha, silliq massa bo'lgunigacha yaxshilab aralashtiramiz. Olov tegini o'chirib qo'yasiz. Xamirni 5 minut sovutamiz va 4 ta tuxumni atalab chaqamiz va ozgina-ozginadan solib, videoda ko'rsatilgandek silliq massa bo'lgungacha aralashtiramiz. Qolipga nasatkani joylashtiramiz, ichiga xamirimizni to'kib olamiz va xohlagan ko'rinishimizda shakl berib siqib chiqamiz. Tayyor siqib chiqilgan xamir ustidan albatta saxarni pudra sepinglar, o'shanda qarsildoq bo'lib chiqadi. 170 darajada qizdirilgan duxovka pechiga 45 minut pishirishga yuborasiz. Duxovka eshigini umuman ochmaysiz, bo'lmasa o'tirgan qizga o'xshab o'tirib qoladi. Men ichiga joylashtirish uchun eng mazali yoqtirgan kremimni tayyorlab oldim. 45% muzdekini qaymoq, tvorojniy sir va molokoni ko'pirtiramiz. Xohishga ko'ra maslini krem qilsanglar ham bo'ladi. Po'rsiqday bo'lib pishib chiqqan zavarnoylarimiz ichiga kremlarni ko'pgina qilib joylashtiramiz va xolodilnikka qo'yamiz. Shokoladimizni eritib, muzdekini zavarnoylarimizni shokoladga botirib, fantaziyamizni ishga solib yasatib olamiz. Ustini yasatishga erinsangiz, shunchaki saxarni pudrani sepib qo'ysangiz ham bo'ladi. Retseptni sizga qulay bo'lishi uchun bittalab qoshig'ida o'lchab etdim. Endi ham o'xshata olmasangiz, uyat bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring.